Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni bo'lib, davlat tuzilishi, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilishdagi asosiy 10 qadam. Birinchi qadam davlat tili maqomi berilishi. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Bu xalqimizning milliy o'zligini belgilagan muhim qadam bo'ldi. Ikkinchi qadam Prezidentlik instituti yaratilishi. Mustaqil davlat boshqaruvini yo'lga qo'yish uchun Prezidentlik instituti joriy etildi va davlat ramzlari bo'yicha ishlar boshlandi. Uchinchi qadam Mustaqillik deklaratsiyasi. 1990-yilda qabul qilingan Mustaqillik deklaratsiyasida O'zbekiston o'z yo'lini o'zi belgilaydi, o'z davlat ramzlarini o'zi yaratadi degan qoidalar belgilandi. To'rtinchi qadam Konstitutsiyaviy komissiya tuzilishi. Yangi mustaqil davlat uchun konstitutsiya tayyorlash maqsadida maxsus komissiya tashkil etildi. 5-qadam Prezidentning Hindistonga tashrifi. 1991-yildagi tashrif davomida demokratik davlat qurish tajribasi o'rganildi va konstitutsiya konsepsiyasi aniqlashdi. 6-qadam Mustaqillik e'lon qilinishi. 1991-yil 31-avgust kuni O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilindi va davlat mustaqilligi asoslari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bu vaqtincha kichik konstitutsiya vazifasini bajardi. 7-qadam Prezident saylovi va referendum. 1991-yil 29-dekabrda ilk prezident saylovi va mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazildi. Xalq mustaqillikni qo'llab-quvvatladi. 8-qadam Konstitutsiya loyihasining birinchi muhokamasi. Loyiha matbuotda e'lon qilindi. 5000 dan ziyod takliflar kelib tushdi. 9-qadam ikkinchi umumxalq muhokamasi. Qayta ishlangan loyiha yana xalq muhokamasiga qo'yildi. Fuqarolar o'z takliflari aks etganini ko'rdilar. 10-qadam Konstitutsiyaning qabul qilinishi. Parlament loyihani moddama-modda ko'rib chiqdi va 1992-yil 8-dekabrda Konstitutsiya qabul qilindi. Bu kun Konstitutsiya kuni deb belgilandi. O'zbekiston Konstitutsiyasi xalq fikri, milliy qadriyatlar va istiqlol g'oyalari asosida bosqichma-bosqich tayyorlandi. Konstitutsiya demokratiya va erkinlik asosidir.